o'pka yallig'lanishi, ya'ni pnevmoniya kasalligini faqat rentgen bilan davolab bo'lmasligini, laborator tekshiruvlarsiz davolab bo'lmasligi sababini aytib o'tmoqchiman. Pnevmoniya kasalligini chaqiruvchi infeksiyalar bo'linadi. Bakteriyaning infeksiyaligi, bunga bo'lishi mumkin stafilokokk, streptokokk va boshqa bakteriyalar. Ikkinchisi zamburug'lar chaqirishi mumkin, griboklar. Uchinchisi virus infeksiyalar, gripp A bo'lishi mumkin yoki boshqa virus infeksiyalar, masalan, COVID-19. To'rtinchisi trendda hozir uchrab kelayotgan mikoplazm, xlamidия o'pka formalari yoki oddiy formalar bo'lishi mumkin. Bularga aniq tekshiruv qilib, laborator tashxis qo'ygandan keyin davolasanglar, samaraga erishasiz. Bo'lmasam, chala tuzalishi mumkin yoki tuzalmay ertaga asoratlanishi mumkin. Misol tariqasida mana bu bemorimizda pnevmoniya holati kelgan, mana o'pkada va buni teri tekshiruvlardan keyin samaradorlikni juda qisqa vaqtda erishdik. O'shaning uchun hammalarga tavsiya beraman, kim pnevmoniya bo'lsa, shu tekshiruvlarni o'tkazishi keyin davolanishi. Sog' bo'linglar.